Homiladorlik yakuniga yetar ekan, onalarning ko'nglini eng ko'p band qiladigan mavzu bu qanday yo'l bilan tug'ruq qilish. Bu tabiiy holat. Har bir ayol o'z tanasi, bolasi va sog'lig'i haqida o'ylaydi. Keling bugun bu masalaga aniqlik kiritamiz. Kesircha kesish tibbiy zarurat bo'lsagina tavsiya etiladi. Agar bola yoki onaning hayoti xavf ostida bo'lsa, yo'ldoshning noto'g'ri joylashuvi kuzatilsa, egizak homiladorlik bo'lsa yoki oldingi tug'ruqlar kesircha kesish bilan yakunlangan bo'lsa, bugungi kunda bu operatsiya xavfsiz va ancha yengil kechadi. Uning quyidagi afzalliklari bor. Oldindan rejalashtirilgan bo'lishi mumkin. Qisqa vaqt ichida bolaning hayotini saqlab qolish mumkin. Lekin o'ziga yarasha kamchiliklari ham bor. Operatsiyadan keyingi tiklanish davri uzoqroq bo'ladi. Keyingi tug'ruqlarda ham aynan ushbu usul ehtimoli ortadi. Tabiiy tug'ruq esa har doim ham rag'batlantiradi. Chunki ayolning tanasi o'zi bu jarayonga tayyorlanadi. Bola ona qornidan o'z yo'li bilan chiqadi. Ko'p hollarda tiklanish tezroq bo'ladi. Ona va bola o'rtasida emotsional aloqa kuchliroq bo'ladi. Ona o'zini kuchli va yengil his qilishi mumkin. Ammo tabiiy tug'ruq hamisha silliq kechmaydi. Uzaygan mehnat, toliqish yoki bolaning noqulay joylashuvi qiyinchilik tug'dirishi hamda asoratlar keltirib chiqarishi mumkin. Xulosa shuki, eng muhimi ona va bolaga xavfsiz yo'l tanlash. Shuning uchun tug'ruq usuli shifokor bilan maslahatlashib tanlanadi. Tabiiy tug'ruq ideal ko'rinishi mumkin, lekin tibbiy zarurat bo'lsa, kesircha kesish eng to'g'ri yo'l bo'lishi mumkin. Sizda ham bu borada savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Albatta muhokama qilamiz.